Yoshlar kuni doirasida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Farg'ona tumanidagi otaliq olingan hamda probatsiya hisobidagi yoshlar bilan uchrashdi. Bu nafaqat suhbat, balki taqdirlarga e'tibor, ishonch va umidlar yangilangan manzilga aylandi. Yangi asr mahalla fuqarolar yig'ini binosida bo'lib o'tgan uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiynayotgan muammolar, hayotiy savollar va kelajakka doir rejalari bilan ochiq o'rtoqlashdilar. Uchrashuv davomida yoshlarning muammolariga tezkor va amaliy yechim topish, ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, eng muhimi ularni jamiyatda o'z o'rnini topgan faol shaxs sifatida shakllantirish masalalariga alohida urg'u berildi. Bu oddiy vazifa emas, balki yurt kelajagini barpo etishdek ulug' mas'uliyatdir. Biz mana viloyat hokimi kelib bizga motivatsiyalar berdi, bizni o'qishimizni qanday yordamlar kerak, mulohazalar berdi, fikr yo'naltirdi. Keyin bizni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Romonovich yoshlar kuni qilib payshanba kunini belgilab qo'ydi. Prezidentimizga katta rahmat. Viloyat rahbari yoshlar bilan manzilli ishlash, jamiyatga moslashtirish va bandligini ta'minlash yuzasidan mutasaddi rahbarlarga tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Bu kabi uchrashuvlar oddiy tadbir emas, bu adashgan yo'ldan qaytishga umid, bu ishonch qo'lini cho'zgan jamiyat, bu sen yolg'iz emassan degan samimiy murojaatdir.